Bir kuni talaba domlasi Pirimqul akadan so'rabdi. Menga qanday kompyuter tavsiya qilasiz? Ustozi javob beribdi. Student bir setimiz korotkanlarda mana shunaqangi keyslarga yig'ib tayyorlab qo'yganmiz. Bu zborkamizni ham qisqacha parametrlari va xususiyatlari haqida tushuntirib beraman. Hop, keysimiz korotkanlarda juda ham katta. Bu keysimizning o'zida 4 ta RGB kullerlari mavjud. Bundan tashqari o'rtoqlar xarakteristikasi ham i7 4-avlod bo'ladi. Tezkor xotirasi korotkanlarda 16 GB bo'ladi va 512 GB NVMe asosiy xotirasi bor va RX 550 4 GB videokartasi bor. Aynan bu zborkamiz bilan Word, Excel, PowerPoint va albatta o'zingizga mos o'yinlarni ham maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Zerikkan paytingizda o'qish qolib ketmasin. Xo'p, batafsil ma'lumot o'rtoqlar opisiyaniyada bo'ladi va bu keysimizning narxi oldingi videolarimizda aytganimizdek $265. Bundan tashqari qo'shimchasiga monitorlarimiz bor. Monitorlarimiz, klaviatura, mishkalarimizni opisiyaniyada narxlari bilan belgilab qo'yganmiz o'rtoqlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta videoni yurakcha qizartirib qo'yasizlar va kommentariyaga o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar va yaqin student o'rtog'ingizlarga ham jo'natib qo'yinglar. Va sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha, student 2 videosida ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.